Keling, hozir sizlar bilan biologiya fanidan milliy sertifikat darajasidagi 3-masalaning tahlilini ko'rib chiqamiz. Buning uchun avval masala sharti bilan yaqindan tanishib olamiz. UzDoctors Club Academy biologiya laboratoriyasida uzunliklari turlicha bo'lgan ikkita DNK fragmenti o'rganilgan. Ikkinchi DNK fragmenti birinchi DNK fragmentining 75% ni tashkil qiladi. Birinchi DNKdagi adenin nukleotidlari foiz ulushi ikkinchi DNKdagi adenin foiz ulushidan 0,75 marta ko'p. Ikkinchi DNKdagi timin nukleotidlari foiz ulushi birinchi DNKdagi sitozin nukleotidlari foiz ulushidan 2 marta ko'p. Agar birinchi DNKda 960 ta vodorod bog'i bo'lsa, ikkinchi DNKdagi guanin nukleotidlar sonini aniqlang deyilgan. Xo'p, biz bu masalaga yechim qilishimiz uchun shartli belgilash kiritib olamiz. Bizda ikkita DNK bo'lganligi uchun DNK1 va DNK2 deb alohida hududlarga. Bu yerda DNK1dagi jami nukleotidlar sonini men x ga teng deydigan bo'lsam, ikkinchi DNKdagi jami nukleotidlarning soni 0,75 x ga teng bo'ladi. Sababi ikkinchi DNK birinchi DNKning 75% ni tashkil qilish kerak. Aynan 0,75 x mana bu 1x ning 75% ni ko'rsatadi. Navbatdagi ma'lumotga o'tadigan bo'lsak, birinchi DNKdagi adenin nukleotidlarining foiz ulushi ikkinchi DNKdagi adenin foiz ulushidan 0,75 marta ko'p ekan. Bu degani aslida demak 0,75 marta demak kamligini ko'rsatadi. Ya'ni bu yerda ulushda ifodalanganda birdan kam bo'lganda bu aslida ko'p emas, kamligini ko'rsatadi. Birinchi DNKdagi adenin nukleotidlarining demak ulushini men foizda boshqa bir ifoda ko'rinishida yozib olaman. X dan o'zgacharoq bo'lgan deylik 0,75 A ga teng bo'lsin. Shunda ikkinchi DNKdagi adenin nukleotidlarining foiz ulushi A ga teng bo'ladi. Va e'tibor bering, shu yerda mana bu adenin ikkinchi DNKdagi adenindan 0,75 marta ko'p bo'ldi. Ifoda o'rinli. Davom etamiz. Ikkinchi DNKdagi timin nukleotidlarining foiz ulushi birinchi DNKdagi sitozin nukleotidlarining foiz ulushidan 2 marta ko'p. Ikkinchi DNKdagi timin nukleotidlarining foiz ulushi adeninning foiz ulushi bilan bir xil bo'lganligi uchun bu yerda timin ham shunga teng deb yozib qo'yaman. Va bu mana bu yerdagi demak sitozin nukleotidlarining foiz ulushidan 2 marta ko'p bo'lsa, sitozinning foiz ulushi birinchi DNKda 0,15 A ga teng bo'ladi. O'z navbatida sitozin ham guaninga teng bo'lganligi uchun bu yerda guaninning foiz ulushi ham birinchi DNKda 0,15 A ga teng. Endi biz hozir mana bu A'lar bittasi bo'lganda qancha foizga to'g'ri kelishini topmoqchi bo'lsak, birinchi DNKdagi purinlarni o'zaro qo'shamiz. Ya'ni 0,75 A ga men 0,15 A ni qo'shadigan bo'lsam, menda 50% chiqish kerak. Sababi purinlar DNK ning yarmini tashkil qiladi. Bu yerda yig'inda menda 1,25 A ga teng bo'ladi. Bu 50 ga teng. A ni qiymatini topadigan bo'lsam, menda 40 chiqadi. Demak, 1 A ni qiymati menda 40% ni ko'rsatar ekan. Shu yerda mana bu birinchi DNKdagi adeninlarning foizini yozmoqchi bo'lsam, 40 ni ko'paytiraman 0,75 ga, bu menda 30% ni ko'rsatadi. Bu esa demak buni yarmi, ya'ni 20% ni ko'rsatadi. Bu yerda adenin va timinlar esa 40% dan bo'lganligini bilib olishimiz mumkin. Endi mana bu yerda mavhum bo'lgan guanin va sitozinlar qanchadan bo'ladi deydigan bo'lsangiz, bizda purinlar va pirimidinlar DNK ni yarmini tashkil qilish kerak bo'lsa, bu yerda 10% dan qolyapti. Demak, guanin ham 10%, sitozin ham 10% dan bo'lgan deb aytishimiz mumkin. Endi bizga birinchi DNKdagi vodorod bog'lari berilgan. Birinchi DNKdagi vodorod bog'larini biz qanday ifoda ko'rinishda yozamiz? Birinchi DNKdagi vodorod bog'larini DNKdagi jami nukleotidlar soniga guaninning yoki sitozinning sonini qo'shish orqali topsak bo'ladi. Demak, bizda 960 teng bo'ladi. DNKdagi jami nukleotidlar soni x, unga guaninning yoki sitozinning sonini qo'shmoqchi bo'lsak, 20% ni qo'shishimiz kerak. 20% bizda 0,2x ga teng bo'ladi. Demak, plus 0,2x. Bu yerda demak 960 soni teng bo'ladi 1,2x ga. Men shu yerda x ni qiymatini topadigan bo'lsam, 800 chiqadi. Demak, birinchi DNKdagi jami nukleotidlarning soni bizda 800 ta bo'lgan ekan. Ikkinchi DNKdagi jami nukleotidlar esa birinchi DNKning 75% ni tashkil qilish kerak. Bu 800 ning 4 dan 3 qismi degani, bu esa bizda 600 ga teng bo'ladi.
Mendan oxirida so'ralgan narsa bu yerda ikkinchi DNKdagi guanin nukleotidlarining sonini topish kerak edi. Ikkinchi DNKdagi guanin nukleotidlarining sonini topmoqchi bo'lsam, men 600 ning bu yerda 10% ni ko'rsatishim kerak bo'ladi. Bu degani menda, demak 600 ko'paytirilgan 0,1. Bu ko'paytma esa bizga 60 ni beradi. Demak, ikkinchi DNKdagi guanin nukleotidlarining soni 60 ta bo'lgan ekan.